Dunyoda eng katta qarzi bor davlat bu Amerika Qo'shma Shtatlari hisoblanadi. Bugungi kunda davlat qarzi taxminan 38 trillion dollarga yetdi. Davlatni soliqlar va boshqa yo'llardan qilayotgan daromadi xarajatlariga yetmaydi. Shu sababli yildan yilga Amerikaning qarzi kattalashib boraveradi. Va bugungi kunda dollarning qiymati tushib borishidan Amerikaning o'zi manfaatdor. Sababi qanchalik dollar inflyatsiyaga uchrasa, qadr qiymati yo'qolsa, Amerika qarzini to'lashi shunchalik osonlashadi. Agar siz bor mol-mulkingizni dollarda saqlayotgan bo'lsangiz, juda katta xato qilasiz. Sababi bugungi kunda dunyoda ko'plab davlatlar Amerikaga qarz berishni to'xtatdi. O'z rezervida markaziy banklar dollar emas, balki ko'proq oltinni saqlashyapti. Shu sababli ham so'nggi 2 yilda tillani narxi salkam 2 barobarga ko'tarilib ketdi. Shu sabab agar siz ham kelajakda o'z boyligingizni qadrini yo'qolishini istamasangiz, pul keltiradigan joyga investitsiya qiling. Misol uchun kompaniyalarning aksiyasi yoki kriptovalyutalar bo'lishi mumkin. Lekin hech qachon naqd pulda boyligingizni saqlamang. Agar siz shu kabi moliyaviy bilimlarga ega bo'lishni istasangiz, 10 kundan keyin bo'ladigan bepul vebinarimda qatnashing. Bosh sahifadagi link orqali ro'yxatdan o'tishingiz mumkin.